Beeline sim karta registratsiya qilish uchun nomer.beeline.uz saytiga kiriladi. Mana bu yerda pastroqda mana eSIM qismi bor. Mana bosiladi. Yangi raqam ulanish. eSIM qo'llab-quvvatlaydi. Bosish kerak. Xo'p, mana bu yerdan raqam tanlash mumkin. Agar mana bu yerda raqam chiqmaydigan bo'lsa-da, mana barchasi degan tugmani bossangiz, mana bu toifalarda har xil chiqarib beradi. Ya'ni bronza chegirma, silver chegirma, simple, ya'ni oddiy sim karta, keyin gold chegirmalari bor. Narxlari ham bor mana. 100 minglik raqam 5000, 250 minglik raqam 12500 so'm, 95% aksiyada. Xo'sh, nomer tanlangandan keyin, misol uchun oddiyroq nomer tanlaylik. Misol uchun simple tanlaymiz. Xo'p, simple raqamdan 059 53 59. Mana bu raqam bepul ekan. Mana bepul bo'lgandan keyin ustidan bitta bosamiz. Xo'p, mana bu yerda tariflari bor. Mana bunday qilib tariflarni to'liq ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, optimal, status silver, gold, platinum, bayram. Mana bu yerda gigabayti va SMS paket, daqiqa paketlari yozilgan. Xo'sh, mana bu yerda 35 minglik tarif bor, 45 minglik tarif bor, 10 gigabayt, 5 gigabayt. Keyin tavsiya beramiz. Mana bu 60 minglik tarifga bayram plus 50 gigabayt beradi 60 mingga. Xo'sh, mana shu tariflari bor. Keyingi tugmasi bosiladi. Sal teparoqda ma'lumotlaringizni kiritish uchun tasdiqlashni so'raydi. Tasdiqlash bosiladi. My ID tizimi ochiladi. My ID tizimida pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak va Face ID bilan haqiqatan ham sim kartani o'zingiz olayotganingizni tasdiqlashingiz kerak. Kamerani yoqish tugmasi bosish kerak. Mana ruxsat beramiz kameraga. Yana bir marta ruxsat beramiz. Face ID'ni tasdiqlash uchun jarayon amalga oshiriladi. Xo'p, mana bu yerda to'lov qismi bor. To'lov qismida sim kartaga plastik karta orqali to'lov qilish kerak. Yana bu yerda raqamimizni plastik karta raqamimizni kiritamiz va karta orqali to'lov qilishni bosamiz. Mana bu yerda klik orqali yoki boshqa narsa emas, faqat ulangan karta orqali bo'lishi mumkin. Aynan o'zingizni kartangiz bo'lishi shart emas, biror bir tanishingizniki yoki boshqa bo'lishi mumkin. Tasdiqlash bosilganidan keyin sim kartaga, plastik karta ulangan telefon raqamiga SMS boradi. SMS borgan kodni shu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi. Kiritilganidan keyin esa mana shu raqam bo'yicha eSIM QR kod beriladi. Agar xohlasangiz eSIM qilib ishlatishingiz mumkin yoki-da o'sha o'zingiz yashab turgan bo'sh ofisga borib sim kartani sim sifatida, fizik sim karta sifatida tiklab olishingiz mumkin. Agar eSIM sifatida ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'sha ekranga QR kod chiqadi. QR kodni albatta skrinshot qilib oling yoki boshqa telefon bilan rasmga tushirib oling. Skrinshot qilib olsangiz agar Telegramdan ikkinchi telefonga yoki bir tanishingiz telefoniga tashlab turasizda, keyin uni ekrandan o'sha rasmni ochib olasizda, o'zingiz telefoningizdan skaner qilishingiz mumkin. Yoki-da o'sha oldin aytganimdek kompaniyadan borib sim sifatida sotib olsangiz ham bo'ladi. Sotib olish emas, восстановить sim karta bo'ladi. Chunki hozirgi holat sim kartangizni to'liq nomingizga oform qilinadi, ya'ni rasmiylashtiriladi. Borib tiklab olishingiz mumkin. Agar hozirgi holatda qilmasdan turib kompaniyaga borib murojaat qilganingizda balki ulgurmay qolishingiz mumkin. Raqam sotilgan bo'lishi mumkin.